Xalqlar do'stligi san'at saroyining ro'parasidagi mana shu domdan o'rtoqlar olib sotarlar oladigan narxda 80 kvadratli biz remont uyimizni ko'ramiz. Toshkent City ham shunday balkonda o'zida mana shunaqa ko'rinib turadi. Bu uyimizni hozirgi holati o'rtoqlar uyimizni biz remont etib o'tganimdek. Ko'ryapsizlar, bitta, ikkita, yo'qda yana ikkita oynasi bor. Jami 4 ta oyna ko'chaga qaraydi. Mana uyimizni holatini ham shunday ko'ringlar. Ko'ryapsizlar, balkon tomon ham skvoznoy bo'pti. Hozir prixoshkani bitta ko'rsataman sizlarga. Prixoshkani kengligiga ahamiyat beringlar. Bir xil joyda hol qilib yuboradi. Hozir bu uyni 100% remont qilishingizga to'g'ri keladi. Bu yoq tomon podyezddan kiraverish bo'ladi. Bu yoqda yana bitta xonasi bor. Buni ham bitta ko'rsatdik. Qo'shimcha bu yoqda yana garderobni qilib qo'yish uchun ham alohida joy bor. Hurmatli kuzatuvchilar, bu uyimiz o'zi общий 80 kvadrat. Endi tasavvur qilinglar, 80 kvadrat oddiy 9 qavatli domda 3 xonaligini o'zi 72 kvadrat bo'ladi. Bizning uyimiz esa 80 kvadrat. Lokatsiyaga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Eng shirin joyi narxga keladigan bo'lsa, olib sotarlarning narxida $99,900 ga berib yuboramiz. Agar pulinglar tayyor bo'lsa, bugun o'zida notarius qilib qo'lingizga kalit beramiz. Raqamlarimiz turibdi, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi.